Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz Qo'qonda Mehrigiyoga keldik. Mana soat kech payt 8:32, 20:32. Nimaga kelganimni sizlarga tushuntiraman. Sababi bor, arziydi. Birinchi narsa o'rtoqlar, birinchisi qo'limda mana Dr. Ali kremi. Bu rosa sportsmenlar uchun. Sportsmenlar o'zlaringni aldab, yaqa-baqa borib yurmanglar. Mana haqiqiysi. Olasizlar, bo'g'inlarga shu trenirovkadan keyin surkaladi. Bo'ldi, восстановлениyaga cho'tki effekt beradi. Ishonmasalaring bitta surkab ko'rasizlar. Men o'zim surkaganim uchun tugab qoldi. Yangi pochkasini olgani keldi. Undan tashqari o'rtoqlar, Amerikada ham sotilayotgan o'sha Amazonda sotiladigan o'sha choy, mashhur choy, buni bilasizlar. Original yostiq. O'sha lavanda degan yostiqni mana haqiqiysi, originali. Buni ko'rganlaringizda, ushlaganlaringizda bilasizlar. Endi bag'i o'ta seriozniy narsalar akalar. Asal, 4 xil asal. Bu nima deydi, yuragi nozik narsalar ko'tarilmaydigan, immunitet kerak emas. Bu seriozniy derski asallar. Buni yegandan keyin o'sha ko'chada ham nima bo'lyapti deb yuradigan qilib qoladi. Seriozniy asallar. Buni hamma yo'q o'rtoqlar, tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan. Mehrigiyo'ni bilasizlar, O'zbekistonning yetakchilaridan biri tabiiylik bo'yicha. Undan tashqari yangiliklar qilib qo'yishdi. Mana uzmasdan ko'rsataman o'rtoqlar. Mana bu narsa hali sotuvga chiqqan yo'q. Samolyot, poyezdlardan taqib olamiz. Shuni endi mana haqiqiy effektivnisi lavandaligi. O'zimga taqib ko'rdim, boshqa qo'yganingizda yurganda o'zi Mr. Bean'ga o'sha uxlatib qo'yadigan yostiqchalar ham mana o'zi tayyor. Yangiliklar juda ko'p, o'rtoqlar, yangilik juda ko'p. Uning uchun sizlar Mehrigiyoga tashrif buyurishlaringiz kerak. Ota-onalaringiz uchun, yaqin og'ayni, qarindosh, tanishlaringiz agar sog'lig'idan muammo bo'lsa yoki sog'lom bo'lib turib, o'zingiz yana ham yetukroq qilmoqchi bo'lsangiz, sizga albatta Mehrigiyo yordam beradi. Mehrigiyo bilasizlar, uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan brend hisoblanadi. Bu brendga taalluqli har qanday mahsulotni sizlarga tavsiya qila olaman. Chunki uzoq yildan beri men o'zim ham birgalikda, hamkorlikda ishlayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.